Akazani sevgani borligini bilarmidingiz yoki Kokoshibo Yorichining egizak akasi ekanligini-chi? Keling, Iblislar qotil animasidagi har bir dahshatli yuqori oyni tarixini ko'rib chiqaylik. Va albatta biz sobiq 6-oy yuqori oy, aka-singil Daki va Gyutarodan boshlaymiz. Gyutaroning hayoti qiyin boshlanadi. U ko'ngilochar qishloqni eng past qismida, qashshoqlikda tug'ilgan va onasi uni tug'ilishidan oldin o'ldirishga harakat qilgan. Chunki u boqish uchun yana bir odamni xohlamagandi. Qiynoqlar u tug'ilgandan keyin davom etdi va unga hatto ism ham berishmadi. Bolaligi davomida odamlar uni xunuk, iflos, kambag'al deb masxara qilishardi va uni hech narsasi yo'q edi. U faqat hasharotlar va sichqonlarni yeb tirik qolardi. Ularni zanglagan o'roq bilan o'ldirib, bu o'roqlar uning yagona o'yinchog'i edi. Uni hayotidagi yagona yorug'ligi bu singlisi Ume edi. Ume'da Gyutaroda yo'q bo'lgan hamma narsa bor edi: go'zallik va salohiyatga to'la. Gyutaro Ume'ni sochlari va ko'zlarining rangi tufayli o'ldirmoqchi bo'lgan zo'ravon onasidan ham himoya qilishga qasam ichgandi. Va ko'p o'tmay onalari kasallikdan vafot etdi va singlisi uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Lekin Ume shunchalik go'zal ediki, Gyutaro uning go'zalligi ikkalasini ham qashshoqlikdan qutqaradi deb umid qildi. O'smirlik chog'ida Ume yuqori tabaqaga aylandi. Biroq Gyutaro uning qarzlarini to'lash va uni himoya qilish uchun yig'uvchi vazifasini bajardi. Ume akasini haqorat qilgan samurayni ko'ziga narsa sanchib borgandan so'ng hamma narsa barbod bo'ldi. Qasos olish uchun samuray Umeni bog'lab yoqib yubordi. Gyutaro uni kuygan jasadini topgach, tom ma'noda sindi va uni qutqarish uchun baqirib yordam so'radi. Ammo keyin samuray qaytib kelib Gyutaroning orqasidan pichoqladi. Lekin jarohatga qaramay, Gyutaro shafqatsizlarcha samurayni o'ldirdi. Yarador bo'lib va Umeni qo'llarida ushlab yordam so'rab qishloq bo'ylab yugurdi. Ammo hech kim unga ahamiyat bermadi. Odamlar ularni axlat kabi e'tiborsiz qoldirishdi va ikkalasi uchun ham bu yakun bo'lib tuyulayotgan paytda 6-oliy oy, ya'ni Douma paydo bo'ldi va ularni o'ldirish o'rniga ularga qonuni taklif qildi va ularni iblislarga aylantirdi. O'shandan beri Gyutaro va Ume o'yin-kulgi tumanining dahshatiga aylanadilar va oxir-oqibat ular Muzan tomonidan tan olindi va 6-oliy oy bo'ldilar. Biroq Muzan Gyutaro aka-singillarning eng kuchlisi ekanligini sezdi va faqat uni haqiqiy 6-darajali oliy oy deb tan oldi. Aka-singillar avvalgi 6-yuqori oy edi. Keling, hozirgisiga, ya'ni Kaigakuga o'taylik. Kaigaku yetim edi. Gyomei tomonidan olib ketilib, boshqa bolalar bilan birga ibodatxonasiga olib ketilgunga qadar tirik qolish uchun krab o'g'irlardi. Kaigaku ibodatxonada pullarni o'g'irlayotganida qo'lga tushadi. Boshqa bolalar uni haydab chiqarishdi va o'shanda u iblisga duch keladi. Kaigaku jang qilish yoki qochishga urinish o'rniga qolgan yetim bolalarni hammasini sotib yuboradi. Hammasini o'zini qutqarish uchun qiladi. Shundan so'ng uni nimalar qilganidan xabari yo'q Zenitsu bilan birga chaqmoq hashrasi Jiguro olib ketadi va Kaigaku Jiguroning vorisi va keyingi chaqmoq hashrasi bo'lishiga berilib ketadi. Ammo Jiguro unga ham Zenitsuga ham chaqmoq nafasini meros qilib qoldirishni aytganda, Kaigaku o'zini yo'qotib qo'yadi. U Zenitsuning qo'rqoqligidan nafratlanardi va bu unvonni zaif deb o'ylagan odam bilan bo'lish g'oyasiga chiday olmadi. Kaigaku mashq qilishda davom etdi va oxir-oqibat iblislar qotiliga aylandi. Ammo o'shanda u Kokoshiboga duch keldi. Bu katta omadsizlik edi. Kokoshiboning afli ekanligini ko'rishi bilan Kaigaku darhol uning hayotini saqlab qolishini tilab yorvordi va Kokoshibo unga iblis qonini taklif qildi va Kaigaku uni ichdi va iblisga aylandi. Shundan so'ng u odamlarni o'ldirishni boshladi. Tobora kuchayib bordi. To oxir-oqibat u ko'tarilib yangi yuqori 6-oy bo'ldi. 6-oydan keyin biz yuqori 5-oyga yetib keldik, ya'ni Gyokko. Odam holatidagi ismi Managi. Managi iblis bo'lishidan oldingi ismi. Qirg'oq bo'yidagi kichik baliq ovlash qishlog'ida o'sgan, ammo ota-onasi dengizga chiqib qaytib kelmaganida uning hayotida juda qorong'u burilish bo'lgan. Oxir-oqibat ota-onasining cho'kib ketgan, ezilgan jasadlari qirg'oqqa chiqib kelgach, bu narsa unda katta chandiq qoldirdi va u jasadlarga bo'lgan bu bezovta qiluvchi qiziqishni rivojlantirdi. Keyin qishloq aholisi uni ko'pincha o'lik baliqlar bilan o'ynayotganini ko'rishardi. Ammo bir kuni bir bola uni g'alati odam bo'lgani uchun masxara qila boshladi. Managi esa bolani o'ldirib va uni jasadini baliq ovlash qozoniga solib qo'ydi. Qishloq aholisi buni bilib, Managini baliq ovlash nayzasi bilan sanchib, o'lik holda qoldirib ketishdi. Lekin qandaydir yo'l bilan u 12 soat davomida tirik turdi va Muzan uni topib iblisga aylantirdi. Iblis sifatida u Gyokko ismini oldi va yanada aqldan ozdi. Mana bunga qaramay Gyokko o'zini shafqatsizligi va kuchi bilan ko'tarilib va oxir-oqibat yuqori oy 5 ga aylandi. Endi 4-darajali yuqori oy Hantengo haqida gaplashaylik.
Bolaligida Han Tengu mutlaqo yolg'onchi va qo'rqoq edi. Biror narsa noto'g'ri bo'lganda, u darhol boshqa birovga barmoqlarini ko'rsatib, jabrlanuvchini rolini o'ynardi va ulg'ayganda turli shaharlarda begunoh odamlarni o'g'irlash va o'ldirish kabi ko'plab dahshatli jinoyatlarni sodir etdi. Shu bilan birga o'zining begunohligiga qasam ichib turardi. Yillar davomida u bir nechta xotinlar va bolalar orttirdi, lekin u o'zini ular unga yomon munosabatda bo'layotganiga ishontirdi va qasos olish uchun ularni o'ldirdi. Oxir-oqibat u qo'lga olinib, boshini tanasidan judo qilish orqali o'limga hukm qilindi. Ammo qatl qilinishi kutilayotganda Muzan paydo bo'ldi. Han Tenguning aybsizligiga ishongandek o'zini ko'rsatdi va unga iblis qonini berdi. Uni iblisga aylantirdi. Keyin Han Tengu qamoqdan qochib ketdi va darhol unga hukm chiqargan sudyani o'ldirdi. U keyingi 200 yil ichida Han Tengu qon iblislari san'atini rivojlantirdi va uni his-tuyg'ulari o'zining alohida yosh klonlariga aylantirdi. Ularni har biri o'ziga xos kuch va shaxsiyatga ega edi. Va bu qobiliyat uni shunchalik kuchli qildiki, u kuchayib 4-darajali yuqori oyga ko'tarildi. Keyingi navbatda bizdan Naikime, hozirgi yuqori 4-darajali oy. Ilgari u shunchaki qashshoq biv o'yinchisi edi. Barcha pullarni qimor o'yinlariga sarflaydigan foydasiz eri bor. Va bir kun kechqurun Naikimeni eri uni yagona ijro kimonosini garovga qo'ydi va o'shanda Naikime uni bolg'a bilan urib o'ldirdi. U bu qilgan ishdan qo'rqib va titrab turardi. Lekin g'alati, uni musiqasidagi xom tuyg'u uni ijrosini avvalgidan ham go'zalroq qildi va olomon to'plandi va u juda ko'p pul ishlab oldi. O'sha paytdan boshlab u har bir chiqishdan oldin odam o'ldirishni buzuq odatini rivojlantirdi. Lekin bir kuni u noto'g'ri nishonni, ya'ni Muzanni tanladi. U Muzanni o'ldirishga harakat qildi, ammo aniq muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Muzan uni o'ldirish o'rniga uni qobiliyatlaridan hayratda qoldi va unga iblis sifatida joy taklif qildi. Va Naikime rozi bo'ldi va tezda eng yuqori 4-darajali oyga aylandi. Muzanning eng yaqin ittifoqchisidan biri va cheksizlik qalasini boshqaradigan iblisga aylandi. 3-darajali oyga o'tsak, bizda hammaning sevimli personaji Akaza, asl ismi Hakuji bo'lgan. Akaza Ado degan shaharda juda kambag'al bo'lib o'sgan, kasal otasi bilan birga yashagan, dadasini hamma narsadan ko'ra ko'proq sevgan. Otasining dori-darmonlariga pul topish uchun u o'g'irlikka qo'l urgan, ammo 3 marta qo'lga olingandan so'ng unga tatuirovkalar qo'yilgan, kaltaklangan va hatto iblis bolasi deb atalgan. Shunga qaramay, u haqoratlarga ahamiyat bermadi. U shunchaki otasini qutqarmoqchi edi. Lekin afsuski, otasi o'g'irlangan pul bilan yashash fikriga chiday olmadi va o'z joniga qasd qildi. Natijada Hakuji vayron bo'ldi. Shundan so'ng Hakuji janjallarni uyushtirdi va deyarli quruq qo'llari bilan 7 kishini o'lguday do'pposladi. Ana o'shanda Soryu dojosining xo'jayini Keizo uni topdi. Hakuji albatta u bilan jang qilmoqchi edi, lekin Keizo uni osongina mag'lub etdi va Keizo uni jazolash o'rniga unga jang san'atini o'rgatish va kasal qizi Kayukiga g'amxo'rlik qilish uchun uni o'z qanoti ostiga oldi. Keyin Hakuji yana baxtini topdi. U Kayuki bilan chuqur aloqa o'rnatdi va ular oxir-oqibat bir-biriga oshiq bo'lishdi. Hakuji birinchi marta baxt va yashash uchun sabab topdi. Shunday qilib, u har qachongidan ham ko'proq mashq qildi va oxir-oqibat Keizo unga dojo va Kayukini qo'lini taklif qildi va Hakuji ularni hayoti bilan himoya qilishga qasam ichdi. Ammo raqib dojo Keizoning muvaffaqiyatiga hasad qilib, ular Keizo va Kayuki ichadigan quduqni zaharlashdi. Bu esa ularni Hakuji yo'qligida o'ldirdi va qaytib kelib, ularni jonsiz tanalarini ko'rish uni butunlay sindirib tashladi. Sof g'azab bilan Hakuji raqib dojoni barcha 67 ta a'zosini faqat mushtlari bilan qirib tashladi. Bu voqea Muzanning e'tiborini tortdi. Muzan uni ulkan kuchini ko'rib, uni iblisga aylantirdi. O'shandan beri Hakuji Akazaga aylandi. Garchi u insoniy hayotining barcha xotiralarini yo'qotgan bo'lsa-da, u kuchliroq bo'lishga bo'lgan ishtiyoqini saqlab qoldi va ayollarga zarar yetkazishdan bosh tortdi. Muzan esa bunga yo'l qo'ydi, chunki Akaza sodiq, kuchli va faqat maxsus topshiriqlar uchun yuboriladigan Muzanning eng sevimli iblislardan biri edi. Hammaning sevimlisi haqida gapirar ekanmiz. Endi biz yuqori 2-darajali oy, eng yomon ko'riladigan qahramon Douma haqida gaplashamiz. Douma kamalak rangli ko'zlari va oqarib ketgan sochlari bilan tug'ilgan. Bu esa odamlarni uni Xudo tomonidan tanlangan odam deb o'ylashlariga majbur qilgandi. Uni bexabar ota-onasi uni jannat iymoni deb nomlangan o'zlari yaratgan kultning boshiga qo'yishdi. Douma o'zining kichkina taxtxonasida o'tirib, odamlar muammolari haqida yig'lab, undan ularni jannatga yo'naltirishni yolvorib tilardi. Lekin Douma ularning gapiga hatto parvo ham qilmas edi. U bularning barchasi insoniy bema'nilik deb o'ylardi. U butunlay hissiyotlarsiz tug'ilgan. U hali bolaligida onasi o'zini yo'qotib qo'ygan otasini xiyonat qilgani uchun o'ldirgan va keyin o'zini zaharlagan. Lekin Douma shunchaki qon hididan jahli chiqadi. 20 yoshida u Muzan bilan uchrashadi
Muzan uni iblisga aylantiradi va o'shanda u o'z kultiga yangi maqsad beradi. Asosan u odamlarni jannatga olib borishning eng yaxshi yo'li ularni yeyish ekanligiga qaror qiladi. U yuqori ikkinchi darajali bo'lgunga qadar insonlarni yeyishda davom etadi. Biz nihoyat birinchi oliyoga yetib keldik, ya'ni Kokoshiboga. Haqiqiy ismi Michikatsu Tsugikuni bo'lgan. Kokoshibo egizak akasi Yurichi bilan birga Sengoku davrida tug'ilgan. Ammo o'sha paytda egizaklar yomon alomat hisoblangandi va ularning otasi Yurichining g'alati tug'ilish belgisini ko'rganida, u to'g'ridan-to'g'ri uni o'ldirishga harakat qilgan. Ammo ularning onasi bu sodir bo'lishini to'xtatdi. Yurichi uyning qolgan qismida ajralib turardi va 10 yoshga to'lganida ma'batga jo'natilish haqida kelishuvga erishildi. Shunday bo'lsa-da, Michikatsu akasini yaxshi ko'rardi va uni ko'rish uchun yashirincha qaytib kelardi. Hamma Yurichini kar va zaif deb o'ylardi. U 7 yoshga to'lganda to'satdan birinchi marta gapirib, qilich bilan mashq qilayotgan Michikatsu bilan samuray bo'lishni xohlayotganini aytdi. Keyin har kuni Yurichi qilich olib va otasining odamlaridan birini oddiy usullar bilan butunlay yo'q qildi. Michikatsu hayratda qoldi va akasidan unga dars berishni iltimos qildi. Yurichi jangda qanday g'alaba qozonganini tushuntirayotganda, Michikatsu Yurichi shunchaki iste'dodli emas, u daho ekanligini tushunadi. Yurichi odamlarning tanasini ko'rar, ularning mushaklari va qon oqimini kuzatar edi. Bu keyinchalik quyosh nafasining asosiga aylandi. Shu bilan birga Michikatsu mashg'ulotlarini davom ettirdi. Lekin qanchalik qattiq mashq qilmasa, u hech qachon akasiga yetib ola olmadi va bu hasad uni yeb bitirdi. Keyin bir kuni kechqurun onasi kasallikdan vafot etganida, u Yurichi onasining kasalligi haqida hamma narsani bilganini va shunga mos ravishda rejalashtirganini angladi va o'shanda Michikatsu Yurichidan nafratlana boshladi. Ammo o'shanda Yurichi uydan chiqib ketdi va qaytib kelmadi. Michikatsu keyin samuray bo'lib, oila qurganidan 10 yil o'tgach, Michikatsu lageriga iblis hujum qildi. Michikatsu qarshilik ko'rsatdi, lekin zo'rg'a tirik qoldi va o'shanda Yurichi paydo bo'lib, uni qutqardi. Bu esa uni hasadini yanada kuchaytirdi. U oilasini tashlab ketdi, iblislar qotiliga qo'shildi. Oy nafasini yaratdi va iblislar qotilining belgisini uyg'otdi. Lekin u hali ham akasi kabi kuchli emas edi. Va bu umidsizlik oxir-oqibat uni Muzanni quchog'iga itarib yubordi. O'limidan qo'rqib, Yurichidan o'zib ketishga umid bog'lagan Michikatsu taslim bo'ldi va iblisga aylandi. Va Muzan qo'l ostidagi eng kuchli iblis, birinchi yuqori oy Kokoshiboga aylandi. Yuqori oylardan qaysi biri iblislar qotili animasida eng yomon tarixga ega? Izohlarda menga xabar bering. Ko'rganingiz uchun tashakkur va yana shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, sizdan like, komment va podpiska.